Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tashabbusi bilan har yili Alisher Navoiy va 21-asr mavzusida uluslararo konferensiyasi o'tkazib kelinadi. Dastlabki 7 ta konferensiya Toshkentda Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetida o'tkazildi. Shu davr mobaynida Alisher Navoiyning hayoti va ijodi to'g'risida yuzlab tadqiqotlar e'lon qilindi. Dunyoning turli davlatlaridan ko'plab olimlar Navoiy yurtida jam bo'ldilar. 2023-yildan e'tiboran mazkur konferensiya O'zbekistondan tashqarida o'tkazila boshlandi, chunki turli davlatlarda o'zbek adabiyoti, xususan Navoiy ijodi bilan bog'liq tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning soni juda ko'p. Toshkentdagi konferensiyaga kelish istagida bo'lgan, ammo ma'lum sabablar bilan qatnasha olmaganlar ham talaygina. Shu bois 2023-yil Alisher Navoiy va 21-asr 8-uluslararo konferensiyaga Ozarbayjon mezbonlik qildi. Unda ko'plab mahalliy turkologlar qatnashdi. Yangi nomlar kashf etildi. O'zbekiston va Ozarbayjonning yosh olimlari o'zaro tanishdi hamda ularning xalqaro miqyosda hamkorlik ishlariga bu konferensiya turtki berdi. Ilk tajriba ijobiy samara bergach, 2024-yilda ushbu nufuzli anjuman Turkiyaning qadimiy Bursa shahridagi Ulug'dah universitetida o'tkazilishi belgilandi. 2024-yilning 8-fevral kuni Bursa Ulug'dah universitetida Alisher Navoiy va 21-asr 9-uluslararo konferensiyasi bo'lib o'tdi. Konferensiya avvalida Turkiyaning Ulug'dah universitetida Alisher Navoiy nomidagi o'zbek tili va madaniyati markazining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Konferensiyada Turksoy vakillari, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti rektori akademik Shuhrat Sirojiddinov, Bursa Ulug'dah universiteti rektori Feridun Yilmaz, O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasi, Turkiya hukumati vakillari, shuningdek Vengriya, Eron, Qozog'iston singari ko'plab davlatlarning atoqli olimlari ishtirok etishdi. Tadbir yalpi majlisi mobaynida O'zbekiston va Turkiya davlatlari o'rtasidagi do'stona munosabatlarning rivojiga qo'shgan hissasi, o'zbek va turk xalqlari madaniyatlarini yaqinlashtirishdagi ibratli xizmatlarini e'tirof etib, Gunay Qut, Sema Baratuju Uzonder, Hadicha Toren, Ayshahan Deniz, Zuhal Olmes, Fonda Tuproq, Tanju Seyhan, Unal Kaya, Usman Masten, Benedik Peri, Bulent Bayram, Fatma Achik singari bir guruh xorijlik olimlarga Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetining Alisher Navoiy medali topshirildi. Ahmed Akalin, Jalili Eren Okten, Jem Kurshat Hasanoglu, Feridun Yilmaz singari olimlarga esa Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetining faxriy do'sti diplomlari berildi. Anjumanda Alisher Navoiy adabiy merosining jahon tamaddunida tutgan o'rni, shoir asarlarining xorijiy tillarga tarjima qilinishi, Alisher Navoiy adabiy merosi va matnshunoslik masalalari, ta'lim tizimida Navoiy asarlarini o'qitish muammolari kabi qator yo'nalishlarda ma'ruzalar tinglandi. Anjuman ishtirokchilari o'zbek-turk navoiyshunoslarining hamkorligi yanada mustahkam bo'lishi va Navoiy ijodi targ'iboti bo'yicha birgalikda xizmat qilishga kelishib oldilar.